Judayam men yaxshi bo'ldim dek. Menam bir kasalimda boshiga 20 yil bo'ldi. 3 martalab operatsiyalar bo'lganman, grijamda operatsiya qilganman. Allohga shukrki, shu operatsiyalar vaqtincha yaxshi bo'ldim. Yana o'sib chiqdi grijalar. YouTube'da ko'rib shu yerga keldim. Dushanba kunidan lechenlarni boshlab, Xudoga ming qatla shukr, Allohga shukr. Mana bugun 4-kun menga ancha yengillik. Men o'zim umuman hattoki bitta piyolani yuvishga qurbim yetmas edi, tikka tura olmas edim. Bir nimaga suyanib turishim kerakdi. Hozir bemalol turib hamma ishimni qilyapman. Rahmat, shu yerdagi hamshiralarga rahmat. Birinchi o'rinda Muyassar Otajonova hoji onamga rahmat. Ilohim, dunyo turguncha tursinlar. Yo'q, yig'lamang, aytmang. Judayam men yaxshi bo'ldim dek. Hozir bu yerga davolanmasimdan oldin o'zimni yurishim, o'zimni turishim juda ham qiyin edi. Hozir bemalol o'zim yura olyapman dedingiz. Xalq bitta ko'rsin, haqiqatan o'zingiz mustaqillikni olganingizni gap isboti bilan deb aytishadi. O'shanga bitta bizga yurib ko'rsatib bera olasizmi hozir holatingizni? Men bu yerga kelmasimdan oldin bir yo'lama bo'lib qiyshayib, ikkita qo'ltiq tayoqda yuraman. Bu yerga kelib, mana 4-kunda hassomni tashladim, qo'ltiq tayoqni tashladim. Bemalol o'zim to'g'ri yuraydigan bo'lib yaxshi bo'lib qoldi mana. Ikkita hassangizni tashladingizmi? Ha. Mashalloh. Qanaqa yo'llar bilan davolashdi sizni? Qanaqa muolajalarni oldingiz bu yerda? Men bu yerga kelib fizioterapiyalarni xeyrini ko'rdim. Hammasini oldim. Igna terapiya, asal terapiya. Lekin lichenlariga gap yo'q. Bionurlarni oldim. Muyassar Otajonovalardan, hamshiralardan, hammalariga kattakon rahmat. Kimki grijada azoblanib yotgan bo'lsa, hamma dardga davolib bor ekan bu yerda. Kelinglar albatta.